Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 3, 4 hamda 5 avgust kunlari uchun rasmiy ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda biroz kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 20-25 daraja issiq, kunduzi 3-avgustda 34-37 daraja issiq, 4-avgustda 32-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda hamda 5-avgust kuni 32-35 daraja issiq bo'lishi aytilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo quruq va quyoshli bo'lib qoladi. Kechasi havo 22-27 daraja, kunduzi 3-avgustda 36-38 daraja, 4-avgustda 34-36 daraja hamda 5-avgust kuni ham 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Osmon kam bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 20-24 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 3-avgustda 33-36 daraja issiq, 4 hamda 5-avgust kunlari esa 31-34 daraja issiq bo'lishi aytilmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo issiq bo'ladi, ammo iyul oyidagi kuchli issiqqa nisbatan harorat biroz pasayadi. Kechasi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 3-avgustda 37-40 daraja, 4-avgustda 35-38 daraja hamda 5-avgust kuni ham 35-38 daraja bo'lishi prognoz qilinmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo quruq va quyoshli bo'ladi. Sharqiy shamol sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Kechasi 20-24 daraja bo'ladi. Kunduzi 3-avgustda 36 daraja issiq bo'ladi. 4-avgust kuni 31-34 daraja, 5-avgust kuni ham 31-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda havo asosan kam bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli saqlanib qoladi. Kechasi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 3-avgustda 27-32 daraja, 4 hamda 5-avgust kunlari esa 25-30 daraja issiq bo'lishi aytilmoqda. Mutaxassislar kunduzi havo iliq bo'lishiga qaramay, ochiq havoda ishlayotgan va safarga chiqadigan fuqarolarga yetarli miqdorda suv iste'mol qilishni hamda quyosh nurlaridan ehtiyot bo'lishni tavsiya etishmoqda. Azizlar, bugunchalik bizda shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.